Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Milliy sertifikat imtihonida shunday mavzular borki, ayni mavzular bo'yicha boshqalariga qaraganda ko'proq savollar tushadi. Ana shunday mavzulardan biri bu ma'nodosh so'zlar, ya'ni sinonimlar mavzusi sanaladi. Odatda milliy sertifikat imtihonlarida sinonimlar mavzusi bo'yicha 3 ta savol tushmoqda, ya'ni 3-chi, 4-chi va 36-chi raqamdagi savollar ko'pincha sinonimlar mavzusi bo'yicha bo'ladi. Va bu mavzu bo'yicha tushayotgan savollar o'quvchilarda ayniqsa qiyinchiliklar tug'dirmoqda. Buning sababi ayni mavzu bevosita nutqiy kompetensiyalar, ko'nikmalarning qanday ekanligi bilan bog'liq bo'lgani sababli. Bugungi kichik darsimizda sizga ayni shu mavzuga doir topshiriqlarni bajarishda nimalarga e'tibor berishni ko'rsatib o'tmoqchimiz. Sinonimlar, ya'ni ma'nodosh so'zlar avvalo ikkita turga bo'linadi. Ya'ni doimiy sinonimlar hamda nutqiy sinonimlar. Doimiy sinonimlar deganda tilda doimo bir-biri bilan ma'nodosh bo'lgan va til egasi bo'lgan jamiyat a'zolarining xotirasida ma'nodosh tarzda saqlanadigan so'zlar tushuniladi. Masalan, katta so'zi bilan ulkan so'zi, qiyin so'zi bilan mushkul so'zi yoki osmon va samo so'zlari doimiy sinonimlar hisoblanadi. Doimiy sinonimlar bizning xotiramizda saqlangani bois birini aytishimiz bilan ularning ikkinchisi xotiramizga keladi. Masalan, yuz deyishimiz bilan bet, aft, turq kabi so'zlar. Va doimiy sinonimlar bo'yicha savollar tushganda savolning matnida o'zaro ma'nodosh bo'lgan so'zlarni toping tarzidagi savollar beriladi. Va doimiy sinonimlar bir turkumda bo'lishi kerak. Masalan, katta sifat, ulkan so'zi ham sifat, qiyin sifat, mushkul so'zi ham sifat, osmon, ot, samo so'zi ham sifat. Agar ularning turkumi boshqa bo'lsa, doimiy sinonim bo'lmaydi. Masalan, e'tibor bering, aytaylik. Misol uchun katta so'zi bilan ulkanlik so'zlari doimiy sinonim bo'lmaydi, chunki katta so'zi sifat turkumiga doir, ulkanlik esa ot so'z turkumiga doir sanaladi. Va milliy sertifikat imtihonida doimiy sinonimlar bo'yicha ko'pincha o'sha 4-savolning tushishini kuzatyapmiz. 3 va 36 tartib raqamdagi savollar ko'proq nutqiy sinonimlar, ya'ni sinonimlarning ikkinchi turiga doir. Nutqiy sinonimlar deganda tilda aslida sinonim bo'lmagan, ya'ni bir-biri bilan doimiy tarzda sinonim bo'lmagan ikki so'zning ayrim nutq jumlalari tarkibida, ayrim gaplar yoki jumlalar, birikmalar tarkibida bir-biri bilan almashtirib qo'llana olish imkoniyati tushuniladi. Masalan, og'ir topshiriq hamda qiyin topshiriq birikmalarida biz og'ir so'zi bilan qiyin so'zini almashtirib qo'llashimiz mumkin. Aslida qiyin so'zi og'ir so'zi bilan sinonim emas. Qiyin so'zining asl haqiqiy sinonimi mushkul. Va bu so'z og'ir so'zi bilan doimiy sinonim hisoblanmaydi. Biroq qiyin so'zini ayrim jumlalar tarkibida, xususan qiyin topshiriq kabi birikmalar tarkibida og'ir so'zi bilan almashtirib qo'llash mumkin bo'lganligi bois biz ularni nutqiy sinonim deymiz. Ya'ni bir martalik shu jumlalar tarkibida sinonim. Yoki katta so'zi yuqorida aytdik, aslida ulkan so'zi bilan sinonim, lekin mansab so'ziga katta so'zi birikkandan keyin katta mansab tarzida u baland so'zi bilan almasha oladi. Ya'ni katta mansabni baland mansab tarzida qo'llash mumkin va bu demak nutqiy sinonim, ya'ni bir martalik sinonim bo'ladi. Yoki osmon so'zi aslida samo, fazo, ko'k kabi so'zlar bilan sinonim hisoblanadi. Qimmat so'zi bilan sinonim emas, lekin ayrim birikmalar tarkibida narxlar osmon, narxlar qimmat tarzda ularni almashtirib qo'llashimiz mumkin va ular o'zaro bir martalik nutqiy sinonim bo'ladi. Nutqiy sinonimlarni topish murakkab, chunki nutqiy sinonimlar bir-biri bilan sinonim ekanligi faqat nutq tarkibida, jumla, birikma tarkibida oydinlashadi. Bundan tashqari nutqiy sinonimlar bir turkumda bo'lishi shart emas, turli turkumda ham bo'lishi mumkin. Masalan, aytaylik, osmon so'zi bu yerda ot turkumiga, qimmat so'zi esa sifat so'z turkumiga kiradi. Nutqiy sinonimlar borasida yana bir muhim ma'lumot: ikki so'z o'zaro bir-biri bilan nutqiy sinonim bo'lishi uchun
ulardan biri yoki har ikkalasi ko'chma ma'noda qo'llanilishi kerak. E'tibor bersak, mana shu birikmalarda xuddi shunday holat kuzatilgan. Ya'ni og'ir topshiriqda og'ir ko'chma ma'noda, lekin qiyin o'z ma'nosida. Ya'ni biri ko'chma ma'noda, biri o'z ma'nosida qo'llangan. Chunki topshiriqning og'iri, yengili, vazni bo'lmaydi. Xuddi shunday narxlar osmon degan birikmada ham osmon so'zi ko'chma ma'noda qo'llangan. Demak, xulosa ikkita so'z nutqiy sinonim bo'lishi uchun ulardan biri albatta ko'chma ma'noda qo'llanilishi kerak. Ba'zida har ikkalasi ham ko'chma ma'noda qo'llanilishi mumkin. Hurmatli kuzatuvchilar, biz keyingi darslarimizda xuddi shunday milliy sertifikat imtihonidagi eng asosiy mavzular bo'yicha va ularga oid bo'lgan testlarning yechimi bo'yicha alohida gaplashamiz.